Propan o'rnatganda, propanda, ya'ni salon ichida datchik ishlaydimi? Bu videoni aniq propan haydaydigan akalarga tashlab qo'yishingiz kerak. Chunki ularda salon datchigi ishlamaydi. Bu mashinamizda propan tunuqni olib qo'yganmiz, akamiz Qashqadaryodan kelganlar. Siz o'ylab o'tirganingiz akamiz уже kelib o'rnatib bo'ldilar. Stagofas 200 original blok upravleniya va real ikomlik farsunka, turetskiy original reduktor, suv montajlari katalogni tekshirib olingan. Zavodskiy izolentalar bilan ishlov berganmiz. Original xomut va fragment shlankalar. Mashinamizga hozir 20 litr propan quyilgan va hozir datchigimiz yarimta ko'rsatib turibdi. Salon ichidagi kulchatilimiz. Tak, gaz balon qismiga keladigan bo'lsak, gaz balon qismi 47 litrlik o'rnatib berganmiz. Propan ko'rishlaringiz mumkin, zapaskalari qotirilgan, hammasi ideal darajada. Kimga shunaqa qismatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin.